Changalzor qiroli Leo va qirolicha Liraning bolalari tug'ildi. Voy! Uni changalzor ichkarisidan topdim. Daryo tubida yaraqlab turgandi. Juda noyob tosh bo'lsa kerak deb o'yladim. Uni qanchaga olasiz? Shaharda sizdan boshqa zargarlar ham bor.
Ha, siz qidirayotgan tosh uning qo'lida. Bu shunchaki oddiy shisha bo'lagi. Iltimos, qanchaga olsangiz ham mayli. Iltimos, uni ola qoling. La'natda, qimmatbaho tosh deganim oddiy shisha bo'lagi bo'lib chiqdi. Men ahmoq shu tosh tufayli. Xayrli kun, janob Hammond. Kimsizlar? Sizlarni tanimayman. Tosh bilan bog'liq bir ikkita savolimiz bor. Siz Bajiludan topgan. Qanaqa tosh? Iltimos, mashinaga chiqsangiz. Yo'q. Qarshilik qilishdan foyda yo'q. Qo'yib yuboring. Qo'limni qo'yib yuboring. Meni qayoqqa olib ketyapsizlar? Kelganingiz uchun rahmat. Men fan va texnologiya agentligi xodimiman. U meni yordamchim Leonard. Fan va texnologiya dedimi? Xo'sh, janob Hammond, bu toshni qayerdan topdingiz? Bajilu changalzorlari ichkarisidan. Aynan qayerdan topganim yodimda yo'q. Bu juda muhim. Balki yaxshilab eslab ko'rarsiz, iltimos. Bu shunchalik muhim ekan, xo'sh, aytsam qancha to'laysiz? Nima? Pul haqida gapirishga qanday haddingiz sig'di? Qanaqa tosh ekan o'zi? Haligi boshqa ilojim yo'qga o'xshaydi. Uni men ko'proq pul bergan odamga sotaman. Nahotki shunday qilsangiz, axir u bebaho. Agar uni topgan joyimga sizni olib borsam, qancha berasiz? Xo'p, yaxshi. Bilasizmi, bu tosh butun dunyoni elektr quvvati inqirozidan qutqarishi mumkin. Rostami? U holda menga yaxshigina pul to'lashingiz shart. Tushundingizmi? Albatta, janob Hammond, ammo buning uchun siz biz bilan Bajiluga yo'l olishingiz kerak. Siz kimsiz? U doktor, jamoamiz a'zosi. Doktor? Ilgari Bajilu egasi sifatida hammaga ma'lum edim. Mohir ovchi ekaningizni ham bilamiz. Sizni yaxshilab tekshirdik. Moliyaviy ahvolingizdan ham xabarimiz bor. Qarzga botib ketganingizni ham bilamiz. Ammo bu arzimagan narsalar. Hozir eng muhimi noyob toshni topish. Noyob tosh? Ha, gap shundaki, noyob toshning bir bo'lagi atrof muhitga ziyon yetkazmagan holda kimyoviy reaksiya orqali quvvat ishlab chiqarishimizga yordam beradi. Hech qanday nurlanish sodir bo'lmaydi. Mana bu tosh Oytog' yaqinidan topilgan. Oytog'? Tekshiruvlarimizga qaraganda, bu tosh Bajiludagi tog'lar atrofidan topilgan. Lekin aynan qaysi tog'ligini hech kim bilmaydi. Saqlanib qolgan eski suratdan boshqa hech nimamiz yo'q. Siz Bajiluga borishingiz va o'sha joyni aniqlashingiz kerak. Sizning yordamingizga muhtojmiz. Menga to'liq ishonishingiz mumkin. Avvaliga odam to'playman. Siz esa puldan qismasangiz bo'ldi. Kelishdikmi? Bu tabiiy. Oytog'mish. Janob Hammond, biz bir professor bilan bog'lanishimiz kerak. Uni jamoamizga qo'shmasak bo'lmaydi. U tibbiyotni yaxshi tushunadi. U Oytog'ga uyushtirilgan birinchi ekspeditsiya a'zosi bo'lgan. Oxirgi 6 yildan beri Bajiluda qidiruv ishlarini olib boryapti. Siz yaxshisi o'tirib, biron narsa ichib oling. Tushundingizmi? Hey, uchuvchi, nima qilyapsan? O'sha tog'ni topmasdan o'lmayman. Nochor bo'lib o'lishni istamayman. Menga qarang, tushib qolmasligi uchun qanotlarni mahkam bog'lab qo'ying. Ana endi yaxshi bo'ldi. Endi esa hamma gap qanotlarni qoqishga bog'liq. Mana bunday qilib, ko'ryapsizmi? Mana bundaymi? Unday emas, tez harakat qilish kerak. Mana bundaymi? Yo'q, albatta yo'q. Mana bunday deyapman-ku. Men ham shunday qilyapman. Loni!
Luni! Logio, qara! Loni bu juda xavfli. To'g'ri aytyapti. Yiqilib tushishing mumkin. Ketdik. Qirol uchishni o'rganadigan payt keldi. Tushundingmi? Uchadigan sherlar haqida eshitmagan ekanman. Sher bolalar hech qachon uchmaydi. Buni ahamiyati yo'q. Muammolar hal bo'lishi kerak. Ular baquvvat va sog'lom bo'lib o'sishyapti. To'g'ri, ammo sal surdet va betga chopar bo'lishyapti. Ayniqsa Loni meni xavotirga solyapti. Ha, u juda jasur. O'g'il shunaqa bo'lishi kerak. Uni seni o'rningni bosishi lozim. Shuning uchun u juda jasur bo'lishi kerak. Ha, u xuddi seni o'zing bo'lgan. Qo'ying, hammasi joyida. Loni, uchishga tayyormisan? Ha? Olg'a! Loni, bu ishni uddasidan chiqding. Sen uchyapsan. Qanotingni qoq. Qanotingni qoq, Loni. Loni! Yo'q. Loni! Ahvoling yaxshimi? O'zingni qanday his qilyapsan? Albatta, hammasi joyida. Hamma gap qanotlarda edi. Kelasi safar ularni yanayam qattiqroq qilib yasaymiz. Yana urinib ko'rmoqchimisizlar? Albatta, uchishni o'rgangunicha mashq qilaveramiz. Balki bu ishni bas qilarsizlar. Jim bo'l. Koko, bu nima? Nima bu? Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, bu odamlarning uchish moslamasi. Odamlar mana shu g'alati narsada uchishadimi? Voy, Loni yo'q. Hammasi joyida, qo'rqma. onajoni yo'q, tashlamaydi. Bo'pti. Bu yerda hech narsa yo'q. Qoyil, u rostdan ham uchadimi? Uchadigan mashina. Voy, yomon yiqildim. Yaxshimisan? Tuzukmisan, Lukio? Bu yoqqa kelinglar. Odamlarning bir narsasini topdim. Bu nima? Nima? Gapir tezroq. Odamlar buni nonushta solinadigan quti deyishadi. Qopqog'i bor ekan. Loni Yana tegma. gapga qo'shilyapsan. Ma, hech narsa Nima? qilmaydi. Gapirsa ham bo'lmaydimi? Jim bo'l. Nima qilyapsizlar? Qo'ydat! Loni. Hey, bu nima? G'alati ovozlar chiqaryaptimi? Bizo. Bizo tegma. Bu meniki. Negadir unda ismingni ko'rmayapman. Uni men topdim. Ichida bor. Ichida yozilganmi? Demak, bu odamlarga tegishli buyum. Hozir uni sindirib tashlayman. Hey! Bitta.
Toshlar yomon. Shuning uchun ularni buyumlariga teginish mumkin emas. Ber dedim, meniki! Yo'q, qo'yvor! Qo'yvor qulog'imni! Ey! Og'riyapti-ku! Qo'yvor! Dadamga hammasini aytib beraman. Ko'rasa, hammasini dadamga aytib beraman. Dada! Bizo. Dada, Luni meni xafa qildi. Nima qildi? Senmisan hali o'g'limni yig'latgan? Sen Leoning o'g'lisan-a? Ha! Dada, uni yo'q qiling, yechib tashlang. Jasur kichkintoy ekansan. Men kichkintoy emasman, men Luniman. Ko'rib turibman, isming Luni ekanini bilaman. Leon omadi bor ekan. Shunday o'g'li borligidan faxrlansa bo'ladi. Senchi uyalmadingmi? Qo'rqoq, o'zingni himoya qilishing uchun kurashishing kerak. Ketdik. Bu shu yer. Nima bo'ldi? Bunga bir qara. Juda yomon. Bu nima deganingiz? Brakonyerlar. Dahshatku. Bunga qanday qaddilar sig'di? Ovchi emas, havaskorlar ekan. Yaxshi polay olmabdi. Men bitta o'q bilan uni yiqitardim. Bax! Nima deding? Nima deyapman? Doktor Mustosh u biz bilan birga borishga rozi bo'ldi. Bir o'zimi? U ekspeditsiyamiz rahbari janob Hemmek bo'ladi. Xo'jayin, balki yurarmiz. Kech qolyapmiz axir. Yaxshi savol bo'ldi. Meni xazina kutyapti. Lukio, Luni qayerda? O'sha yerda emasmi? Qiziq, u qayoqqa ketdi ekan? Lukio! Yana shu yerga chiqib oldingmi? Oyim sendan xavotir olyapti. Shu ovoz senga chindan ham yoqyaptimi? Ha, u qushlar sayrashi-yu yomg'irning shovqiniga o'xshamaydi. Bu butunlay boshqacha ovoz. Bunday antiqa buyumni yasagan odamlarning o'zlari ham ajoyib bo'lsa kerak-a? Men ularni olamini ko'rishni istardim, Lukio. Olti yil ichida Changalzorning shimoliy qismini kezib chiqdim. Biroq hech qanday tosh va oy tog'ni ko'rganim yo'q.
Faqat janub tomonga qadam bosmaganman. Biroq u yerda juda ko'p jonivorlar yashaydi. Qidiruv ishlarimiz ularga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun 6 yildan beri hech qanday natijaga erishmaganman. To'ppa-to'g'ri, jonivorlar haqida o'ylamaslik kerak. Ular haqida boshqalar bosh qotirsin. Bu yerga ko'ngil xushlik uchun kelmaganmiz. Biz xo'jayinni aytganini qilishimiz kerak. Men noyob toshni mana bu yerdan topganman. Mana bu daryo tubidan, janubiy changalzordan topganman. Tayyor turing yigitlar, bizni og'ir mehnat kutyapti. Menga qara. 6 yil umringni behuda o'tkazibsan. 6 yilda qila olmagan ishingni men 1 oyda bitiraman. Maktubi bilan qo'porib tashlang. Hech narsa qolmasin. Mashinalar qatnaydigan yo'l qurishimiz kerak. Xalal beradigan daraxtlarni barini kesib tashlang. Alan bilan Karl, daryodagi toshlarni bu yoqqa olib chiqing. Bo'la qoling. Aql bovar qilmaydi. Bu tentak odamlar nima qilishyapti? Doktor, nima bo'lyapti? Olov yoqishyapti. Bas qiling! O'q uzishni bas qiling! Bu ishingizni hoziroq to'xtating. Xo'jayin deyman. Nima istasam shuni qilaman. Changalzorni vayron qilishga haqqingiz yo'q. O'qni topishimga yordam beradigan ishni hech biridan qaytmayman. Jonivorlar bilan bir chaqalik ishim yo'q. Qanday haddingiz sig'di? Leonard, ketdik. E'tibor bermang. Ishni davom ettiramiz. Bas qiling. Bas qiling deyapman. Bunga yo'l qo'ymayman. Changalzorni vayron qilganingiz uchun hali javob berasiz. Tormoz ishlamayapti. Nima? Leo! Falokat! Rino amaki olov ichida qolib ketdi. U yerdan omon chiqolmaydi. Rino amaki? Yo'q. Dada, men ham siz bilan boraman. Voy jonim. Tomi, ketdik. Leo, olovni o'chirishga sizga yordam beramiz. Avval Rino amakini qutqarish kerak. Rino!
Sher? Meni yema, men juda bemazaman. Ko'zingni och, Leonard. Hozir seni chiqarib olaman. Yaxshi bola. Bo'ldi, tushundim. Arzimaydi. Ota-onangni oldiga bor. Olov bu yoqqacha keladi. Hoziroq ket. Qani, bora qol. Negadir ucholmayapman. Navbatga tur. Yomon kuyibdi. Hozir sal-pal og'riydi. Shumi? Sal-pal og'rishi. Leo, biz odamlardan qasos olish uchun ketyapmiz. Pagula, Ha? o'zingni bos, Pagula. Odamlarga qarshi nimayam qila olardik. Shundoq ham qurbonlar soni juda ham ko'p. Hech narsani tushunmayapsan. Men Leo bilan gaplashishni istayman. Pagula! Leo, biz bilan borasanmi? Qatorimizga qo'shib. Men jangalzorni himoya qilishim kerak. Ammo odamlar bilan kurashishni istamayman. Nima? Qo'rqoq. Yana o'zingni jangalzor qiroliman deb yuribsanmi? Sensiz ham bu ishni eplaymiz. Pagula, yo'q. Yo'limdan qoch. Uring dada, bosh kelmang. Leo. Nega hayotingni xatarga qo'yib bizni to'xtatishga harakat qilyapsan? Ortiq senga bo'ysunmaymiz. Hech qachon. Pagula! Men ham fikringizga qo'shilaman, dada. Odamlarga qarshi kurashish noto'g'ri deb o'ylayman. Axir ulardan biri meni hayotimni qutqardi. Luni, Pagulaning harakatida ham jon bor. To'g'ri, yaxshi odamlar ham bor, ammo yovuzlari ham yo'q emas. Ular changalzorlarni yo'q qilishmoqchi. Urush bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Unda nima qilishimiz kerak? Odamlar bilan do'stlashib olishimiz kerak. Agar ular bilan do'stlashib olsak, changalzorga ziyon yetkazmasliklarini ulardan iltimos qilamiz, to'g'rimi? Fikrim yomon emas, dada.
balki keyinchalik shunday olamni barpo etarsizlar. Odamlar bilan jonivorlar yonma-yon yashaydigan olamni. Odamlar dunyosi bu yerdan ancha olisda. Juda ajoyib bo'lsa kerak-a? O'ni, o'sha yoqqa ketyapsanmi? Ofarin! Bu yer juda xavfli. Yuqoriga chiqish kerak. Endi nima qilamiz? Toshqin! Toshqin! Leo, suv yuqoriga ko'tarilyapti. Juda g'alati. Bunchalik kuchli yomg'ir yog'masdi. G'ayrioddiy holat yuz beryapti. Bo'ron yaqinlashyapti. Leo, Buyuk ona. Ona fil. Leo, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Dog'da nimalar bo'lyapti? Bilasanmi, ishlar unchalik yaxshi emas.
Oy tog'da ozuqa kamayib ketdi. Shuning uchun pastga tushishimga to'g'ri keldi. Sizlarning ahvolingiz yaxshiligidan xursandman. Leo, changalzorni himoya qilish oson ish emas. Ammo o'zingga ishonib, kuching yetgancha harakat qil. Har bir jonivor sendan umidvor. Tog'ni topdi. Voy. Noyob tosh endi meni qo'limda. Oyjon, Labbay. Luni yana yo'q. Luni, Ana bu yerda bo'lsa kerak. Luni. 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 Luni, qayerda qolding? Luni. 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 Kim u? Mushukka o'xshaydimi? Bu mushuk emas. Bu sher bolasi, oq sherni bolasi. Oq sher deysanmi? Qani ketdik. Endi shu yerda ishlaysan. Ey, yo'q. Voy, bu kim bo'ldi? Mushukmi? Yo'q, bu oq sherni bolasi. Barakalla. Mana bu seni ulushing. Ol ye. Sirkimizning yangi yulduzi bo'lasan. Voy, ajoyib yegulik. Yulduzlar taomi. Sen bilan bo'lishaymi? Men bilanmi? Bunga haddim sig'armidi. Axir men yulduz emasman. Hozir Men Luniman. men Jackman. Nyu-York qo'rlarida tug'ilib katta bo'lganman. Ko'cha kalamushlardanman. Bu yer menga yoqib qoldi. Hayratdaman. Bu yerda odamlar bilan jonivorlar birga baxtli yashashar ekan. Menga yoqdi. Birga baxtli yashashar ekan. Jonivorlarni xursand bo'lib raqs tushganini ko'rdim-ku. Ularning shunaqa.
U shunchaki tomosha. Ularni boshqa ilojlari ham yo'q. Tez orada hammasini tushunib olasan. Orzu bilan haqiqat o'rtasida juda katta farq bor. Doim shunaqa. Bo'lajak yulduzimiz ham uyquga ketdi. Maza qilib tush ko'raver. Hozir imkoniyating bor. Necha marta qaytarish kerak? Qani bo'l, aytganimni qil. Bo'la qol. Senga nima bo'ldi? Tur. Yo'q. Qarshilik qilmoqchimisan sen kichkina? Bas qil. Mary, meni ishimga aralashma. Ko'rmayapsanmi? U hali juda ham kichkina. Uni urish mumkin emas. Ammo u Keyin men urinib ko'raman. Unga o'zim g'amxo'rlik qilaman. mayli Mary, ko'ramiz. Qo'lingdan nima kelarkin? Hey, ahvoling yaxshimi? Qorning ochmasmi? Bilaman, bu g'alati joyda o'zingni yolg'iz his qilayotgandirsan. Biroq men ham yolg'izman. Ota-onam bolaligimda o'lgan. Lekin hayotdan xafa emasman. Ishlarim yaxshi, a'lo desa ham bo'ladi. Xafa bo'lma kichkintoy. Bas qil, g'ashim kelyapti. O'ylab topdim. Keyin birga ishlaymiz. Men bilan birga tomosha ko'rsatasan. Oy momo, o'g'lim Lunini ko'ryapsanmi? Agar uni ko'rayotgan bo'lsang, iltimos yo'lini yoritib tur. U hech qachon o'zini yolg'iz his qilmasin. Iltimos qilaman. Oyjon! Yo'q, ajal toshmasi. Kuni bitgan ko'rinadi. Ajal toshmasi? Bu dahshatli kasallik. Bir paytlar Changazorda shunday kasal tarqagandi. Jonivorlarning yarmidan ko'pi qirilib ketgandi. O'zi ham dahshat bo'lgandi. Oyjon, yo'q. Qalay, yulduz bo'lish yoqdimi? Yolg'iz o'zing yulduz bo'lsang qiziq bo'lmas ekan. Jek, nima qilishimni bilmay qoldim. Ya'ni Men bu yerga odamlar dunyosini ko'rgani kelgandim. Meriga o'xshagan mehribon odamlarni uchratdim. Ammo jonivorlarni savalayotgan odamlarni ham ko'rdim. Odamlar qanaqa o'zi? bu savolga javob berish qiyin. Agar bilsang, men bu yerda Luni, sen-sana? Leon o'g'li Lunisan, to'g'rimi? Ha. Bu yerda nima qilyapsan, Luni? Changazorga dahshatli kasallik tarqagan. Ko'p do'stlarimiz nobud bo'lishdi. Shuning uchun biz xavfsizroq joy qidirishga qaror qildik. Ota-onam haqida nima bilasiz? Singlim Luki omonmi? Uzr, bundan bexabarman. Kechirasan, uchishim kerak. Meni kutib qolishdi. Ko'rishguncha. Xo'sh, tayyormisan? Qani bo'l. Qani bo'l. Yaxshi.
Kimni navbati? Ana shunday. Qani? Bo'l. Tur. Bo'la qol. Nima? Qo'rqma, seni qutqaraman. Tezroq chiqinglar. Qoch, kichkintoy. Tezroq qoch. Bu yoqqa emas. Qayt ortingga. Turing, tezroq ko'zingizni oching. Biz omon qolamiz. Tura qoling. Kichkintoy. Bo'la qol. Hozir yonib ketasan. Turing, tursangizchi. Olovni o'chiring. Hamma bu yoqqa. Tezroq. Bo'la qoling. Jonivorlarning bari unga quloq solishyapti. Meni qoyil qoldirding, kichkintoy. Ketdik. Qani kel o'zimga. Olg'a. Jakni ham unutmanglar. Tinchlikmi, kichkintoy? Seni biror narsa bezovta qilyaptimi? Ko'ryapsanmi? Bu ko'rfaz. O'sha yerdan kemaga chiqib, uyingga yetib olsang bo'ladi. Ko'p bo'lmasa ham, sen bilan birga juda yaxshi ishladik. Bu mendan senga sovg'a. Sirkdagi jonivorlardan xavotir olmagin, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'nglini buzmang. Changalzoringga qayt. Alvido. Borket. Yo'qol. Xayrjiq. Bora qol endi. O'zingni ehtiyot qil. Alvido, Meri. Xayrjiq. Hammangizga xayr. Sizlarni hech qachon unutmayman. Men shu yerdaman, Lira. Leo, sizlarni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Yonimga kel, Lukio. O'zimni aqlliga, changalzorni himoya qilishda otang bilan Luniga yordam ber. Iltimos qilaman, qizim. Ammo Luni u tez orada qaytadi. Buni sezyapman. Nazarimda u tobora bizga yaqinlashib kelayotgandek. Luni, Lukio, sizlardek bolalarim borligidan baxtiyorman. Menga bir olam baxt ato etgansiz. Rahmat sizlarga. Lira. Oyijon! Oyijon, sizga nima bo'ldi?
oyijon, mana siz yaxshi ko'rgan kunlar. Juda yaxshi, a? Hozir yana olib kelaman. Lira, bolalaringni tashlab ketishing qanchalik og'ir bo'lganini bilaman, lekin xotirjam bo'l. Lukioni kuchli va haqiqatgo'y qilib tarbiyalayman. Luni ham tez orada qaytsa kerak. Mana ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lukio. Qaysi qilgan ishlarim uchun menga bu jazo. Liradan ayrildim, Luni yo'qoldi. Endi Lukio ham yotib qoldi. Demak, nimalar qilyapti? Hozircha hech nima. Jimjitlik. Changalzorda nima gap? Notinchlik degandek bo'luvdingiz. Nima bo'ldi? Uni changalzordan topdim. Bu o'lat. O'lat? Bu kasallik faqat jonivorlarni o'ldiradi. U qayerdan keldi ekan? Ishonchim komil emas, ammo bu ob-havoning ta'siri. Men changalzorga qaytaman. Nega? Hemmekdan ko'zingni uzma. Biron gap bo'lsa, doktorga murojaat qil. Lekin doktor, buyumlaringizni yig'ishtiring. Oytog' tomonga jo'naymiz. Bizga faqat uni qidirib topishimiz uchun pul to'lashgan. Anavi tentaklar bizdan oldin ketishgan bo'lsa ham, ulardan oldin yetib borib, toshlarni tortib olamiz. Noyob toshga ega bo'lsak, yer sharini yarmini sotib olsa bo'ladi. Ularni sotgan pulingizga umringizni oxirigacha maishatda o'tasiz. Bu pullar 10 ta avlodingizga yetadi. Xo'sh, nima? Men bilan ishlaysizlarmi yoki yo'qmi? Hey, nima qilyapsizlar? Mendan nima istaysizlar? Balki bo'ldi qilarsizlar. Men yovuz odam emasman. Yo'q, shoshmanglar. Men siz tomonman. Men sizlarga kerakli bir narsa olib kelganman. Sizlarni davolash uchun keldim. Hammangizning hayotingiz xavf ostida. Xavfli kasallik tarqagan. Sher bolasining otasisan shekilli. Iltimos, ularga tushuntir. Dorisiz hammalari qirilib ketishadi. Bir umr gullar, daraxtlarni, jonivorlarni parvarish qilganman. Ularning hayotlarini saqlab qolishimga ijozat ber. O'tinaman sendan. Odamlarga ishonasizlarmi? Yo'q, bunday qila olmaymiz. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Odamlardan yordam so'rash Changalzor qonuniga zid. Tushundingizmi? Juda to'g'ri. Tota to'g'ri gapirdi. Biz o'zimizni o'zimiz himoya qilishimiz kerak. Biroq hozir o'sha qoidani unutib turmasak, hammamiz qirilib ketamiz. Bunday qilish mumkin emas. Lukioni asrab qolishimiz kerak. Xo'p, mayli. Ishonching uchun rahmat. Uni albatta qutqaraman. Senga va'da beraman. Bechora bola tamom bo'ldi. Yaxshi. U tez orada uyg'onadi.
U albatta tuzalib ketadi. Ko'p siqilma. Yaralari yo'qolibdi. Xayriyat. Ko'rdingmi? U tuzaldi. Uni tuzatdik. Voy, u tuzaldi. Loki tuzaldi. Ishonchingni oqladim. U tuzaldi. Bizni qutqarishdi. Kasallikda davosi bor ekan. Endi o'lmaymiz. Loki tuzaldi. Kasallikda shifosi bor ekan. Eshityapsizlarmi? Loki tuzaldi. Bizo, tur. Ketdik. Turolmayapman. Nima? Hoziroq tur. Bagula, Leoni qasriga bor. Uni davolaydigan odam bor. Hech qachon odamlardan yordam so'ramayman. Bo'ldi, endi jim tur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqma, senga ziyon yetkazmayman. Ana bo'ldi. Kimni navbati? Yaxshi. Bizni kutib turinglar. Kapitan. Tezroq qimirlang, anqovlar. Xo'sh, oy tog'ga qarab olg'a. Hemik chiqdimi? Leo, Bizo qimirlamayapti. Voy burnim, bas qil. Hammasini tushundim. Mana ketyapman. Ha, bilaman, hammasini bilaman. Leo, Bagula, Bizo kasal. Odam uni davolasin. Odam? Men odamlarga ishonmayman. Biroq boshqa ilojimiz yo'q. Unga ishonishga majburmiz. Bagula. Nimalar bo'lyapti? Bagula. O'g'lim uchun rozi bo'lishga majburman. Qarayversin. U xavfli emasmi? Ahvoli jiddiy. Qo'limdan kelgancha unga yordam berishga harakat qilaman. Doktor, qayerdasiz? Doktor, ovoz bering. Bu nima? Qasrmi? Salom, Leonard. Shu yerdamidingiz? Sizni qidirmagan joyim qolmadi. Nima gap? Xemik odamlari bilan o'sha tog' tomonga qarab ketishdi. Nima? Noyob tosh uning qo'liga tushmasligi kerak. U yaxshi odamlarning qo'liga tushishi kerak. Biroq yovuzlarning qo'lida tosh faqat ziyon yetkazadi. Ularga yetib olish kerak. Zudlik bilan ketishim kerak. Hammasini senga topshirib ketaman. Bilib qo'y. O'lgan jonivorlarni zinhor yema. Gapim esingdan chiqmasin. Gaplarimni tushundingmi? Lukio. Dada?
Gaplarimni diqqat bilan eshit. Lukio, men hozir odamlarning oldiga borishim kerak. U bizni o'latdan qutqardi. U yana Lunini ham qutqargandi. Endi esa unga yordam berish mening navbatim. Shuning uchun men borishim kerak. Hozir ketyapsizmi? Bilaman. Sen onangga o'xshagan aqllisan. Mensiz qo'rqmay o'tirasan. Seni yaxshi ko'raman. Agar qaytmasam, changalzorni himoya qilishda hammaga bosh bo'lasan. Menga ishonishingiz mumkin. Endi hech qachon yig'lamayman, dada. Faqat iltimos, albatta qaytib keling. Lukio. Luni qaytgach, men aytgan gaplarni barini qaytar. Ko'rishguncha. Bizo, tuzalganingni ko'rganimdan xursandman. Men ham. O'g'ling tuzalganidan xursandman. Rahmat, Leo. Seni tushunishni boshlayapman. Sen haqiqiy changalzor qirolisan. Men odamlar bilan Oytog'ga ketyapman. Axir bu xavfli-ku. Unga hali hech kim chiqmagan. Senga biron gap bo'lsa-chi? Unda nima qilamiz? Bir qarorga keldim. Leo! Changalzorimni ehtiyot qiling. Ehtiyot bo'ling, yigitlar. O'zingni bos. Saqich chaynaysanmi? Shokoladga nima deysan? Namancha bu yer dahshat bo'lmasa. Har xil shirinliklarim bor. Menda hamma narsa bor. Hamma narsa. Ey, kapitan! Karl ko'rmay qoldi. Nima? Ehtiyot bo'linglar, aqovlar. Tumanda adashsangiz, o'ldim deyavering. Karl ham adashdimikin? Uni esingizdan chiqaring. Bu changalzorning oxiri bormi o'zi? Yarim kun yurdik. Jim bo'ling. Noyob tosh oyog'ingiz ostida bo'lishi mumkin. Shuning uchun oyog'ingiz ostiga qarab yuring. Doktor, to'g'ri ketayotganimizga ishonchingiz komilmi? Menimcha ha. Menimcha deng. Bo'pti endi, ketdik. Senmisan? Oq shermi? Changalzorda biron gap bo'ldimi? Hey, qayoqqa ketyapsan? Hey! Nima gap? Nima demoqchisan? Oytog'mi? Menga biron narsa demoqchimisan? Bizni o'sha yoqqa boshlab bormoqchimisan? Shoshma! Shoshma! Qayoqqa, doktor? Anqayma, Leonard, u bizni Oytog'ga boshlab ketyapti. Nima? Meni kutib turing. Endi qayoqqa yuramiz, xo'jayin? Bu yoqqa. Ichki tuyg'uyim meni aldamaydi. Ketdik.
Bu gapga ishonish qiyin. Aslida hammasi aksi. Bu daryo to'g'ri toqqa qarab olib boradi. Bu meni hammadan badavlat qiladigan yo'l. Noyobdosh faqat meniki bo'ladi. Bu ovsarlardan tez orada qutulaman. Meni ham kuting. Ya, shamolmi? Menimcha yaqin qoldik. Uni topdik! Topdik! Xayriyat! Charchadim. Soat nechi bo'ldi? 11 bo'lyapti. Shoshmachi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Meniki ham to'xtab yotibdi. Demak, noyobdosh shu yaqin atrofda. Xo'jayin, bor yo'q ozuqamiz mana shu. Endi nima qilamiz? Boshimni ko'p qotirmang. Yaxshi, yotib uxlang. Qayoqqa ketyapsan? Zarurat chiqib qoldi. Ehtiyot bo'l. Atrof to'la jarlik. Bir qadam yursang, jarlikka qulaysan. Ahmoq. Xo'jayin, charchab ketdik-ku. Yo'limizda davom etamiz. Xo'jayin, juda tikka qiyalik ekan. Men bu yerdan o'ta olmayman. Bo'ldi, bas qillaring. Noyobdosh deyarli qo'limizda. Ana bu oq sher-ku. Ikkita ahmoq ham o'sha yerda. U yerda nimalarni yo'qotishdi? Voy, jangalzor bu yerda mittigina bo'lib ko'rinar ekan. Bizga ancha yordam berding. Sensiz bu yerni hali topib kelmagan bo'lardik. Tushunarli. Demak, oq sher ularga yo'lboshchilik qilibdi-da. Mana lagerni tark etganimizga ham 2 kun bo'lgandi. Sher bizni changalzor orasidan daryo bo'ylab olib borardi. Noyob toshni topishimizga oz qolgandi. Sharqiy qiyalik va cho'l hududlaridan o'tdik. Biz noyob toshni yoki oytog'ni topishimizga ikkilanib qolgandim. Yeguliklari rosa ko'p ekanmi? Kelinglar, biz ham ovqatlanamiz. Bizni yeguligimiz yo'q, ahmoq. Endi nima qilamiz? O'chir ovozingni. Yegulikni hammasi Karlda edi. U g'oyib bo'ldi. Bunga meni nima daxlim bor? Bas, jim bo'llaring. Xo'jayin, nima yeyapsiz? Bizga ham ozgina bering. Xo'jayin, qornim o'lardek och. Menga ham. Bu nima? Ildizmi? Siz nima deb o'yladingiz? Kerak bo'lsa shu ildizlarni yeb, oshqozonni aldab tursa bo'ladi. Yeb ko'ring, ta'mi og'zingizga yoqadi. Nega qarab turibsizlar? Olinglar. Ular pastda mazza qilib go'sht yeyishyapti. Biz bo'lsak, bu Oytoq-ku. Biz oytoqni topgandik. Uning cho'qqisidan qizil shu'la yog'ilardi. Faqat noyob toshdan shunday shu'la yog'ilishi mumkin edi. Qidiruv ishlarimiz nihoyasiga yetib bormoqda edi. Tez orada biz butun insoniyat umidi bo'lgan o'sha noyob toshni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz.
Chiqmak yo'q. Xo'jayin. O'zingni majbur qilma. Nima gap? Adashdikmi? O'zingni aybdor sanama. Bo'ron juda kuchli bo'lyapti. Bo'ron tindi. Ona fil. Bu nima? Mamantga o'xshaydi. Qanaqa mamant? Bu mamantmi? Ona fil. Leo, men oldimga seni nima yetaklab keldi? Men bu odamlarni yaraqlab turadigan tosh oldiga boshlab ketyapman. Buni jiddiy sabab desa bo'ladi. Sizlarga yo'l ko'rsataman. Qayoqqa yurish kerakligini bilasanmi? Ortimdan yur, Leo. Endi bizni mamont boshlab ketyapti. Yura qol. Albatta. Biz kuchli bo'ron paytida katta mamutni uchratdik. U bizni tosh oldiga boshlab borish uchun paydo bo'lgandi. Biz borgan sayin maqsadga yaqinlashib borardik. Ona fil, nima bo'ldi? Leo, u yog'iga bora olmayman deb qo'rqaman. Ona fil. Yovuz kimsalar bu yerga qarab kelishyapti. Ularni menga qo'yib ber. Sen yo'lingni davom ettir. Nima? Tushunmadim. Mamut ketyaptimi? Bas qiling. Leoga yaqinlasha ko'rmang. Ona fil. Ortga qayt, Leo. Biroq narsa qilishimiz kerak. Hozir sizlarga ko'rsataman. Doktor, bo'rlarga kuchingiz yetmaydi. Nimalar bo'lyapti? Xo'jayin, bu yoqqa qarang. Menga qarshilik qila ko'rmang. Menga ishon. Yaxshi. Hey, nima qilyapsan? Tezroq yashirinaylik, qor ko'chyapti. Qor ko'chyapti. La'nati.
Bu yerlarda o'lib ketishni istamayman. Yo'q. Ahvolingiz yaxshimi? Senga katta rahmat, ona fil. Hech kimga ziyon yetmaganidan xursandman. Bu yerdan boshlab yo'l juda xavfli. U yog'iga bora olmayman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Iltimos, shoshmang. Senga yetib olaylik. Kel, ozgina dam olaylik. Juda holdan toydik. Nima, biron gap bo'ldimi? Hey, shoshma. Dam olishimiz kerak. 25 daraja sovuq. Kuchli shamol esardi. Bu sayohatimizning so'nggi bosqichi edi. Sabrsizlik bilan cho'qqiga ko'tarilardik. Kuchimiz deyarli qolmagandi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilardik. Yetib keldikmi? Noyob toshlar qani? Atrofni qara, shu yerda bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi. Bu yerda yo'q. Leonard, Men hech narsa topmadim. men ham. Ammo nur shu yerdan taralgandi-ku. Hech tushunmayapman. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Nima qilishni ham bilmayman. Nahotki hammasi befoyda bo'lsa? Bu nima? Noyob tosh, doktor. Biz topdik. Biz uni topdik, Leonard. Biz maqsadimizga yetdik. Insoniyatning umidi topildi. Katta rahmat senga. Sen bizga yordam berding. Sensiz bu ishni uddasidan chiqa olmasdik. Yo'q. To'xta. Ona deb shuncha qiynaldim. Tosh faqat meniki. Meniki bo'ladi. Faqat meniki. Tushundingizmi? Tegmang. Bu faqat meniki bo'ladi. Faqat meniki. Hech kimga bermayman. Mazali ekan. Senga nima bo'ldi, do'stim? O'zingni tut, meni qo'rqitma. Doktor, Bardam bo'l. hisobotimni fan va texnologiya agentligiga yetkazing. Insoniyat kelajagi unga bog'liq. Bu juda muhim. Iltimos sizdan. Leonard, o'lma. Iltimos. Endi qayoqqa yuramiz?
Bu bo'ron to'xtamaydiganga o'xshaydi. Yeguligimiz ham qolmadi. Sen ham ochsan, to'g'rimi? Ko'zlaring ko'rmay qopti-ku. Afsus, menga afsus. Hammasiga men aybdorman. Biz faqat o'zimizni o'ylabmiz. Bizni kechir. Bu ishga seni aralashtirganimdan afsusdaman. Men ahmoqlik kechir. Bunday qarasa bu oddiy tosh. Shu toshni deb qancha odam hayotdan ko'z yumdi. Insoniyat kelajagiga uning foydasi tegarmikan? Agar shu gap rost bo'lsa, agar uning quvvati odamlarni qutqaradigan bo'lsa, mana hozir men bilan sherni qutqarsin. Bizni qutqar. Hammasi uchun senga rahmat. Seni hech qachon unutmayman. Endi ket. Tirik qolishingga umid bor. Meni kunim bitgan ko'rinadi. Meni shu yerga qoldirib ketaver. Ortiq yura olmayman. Men muzlab qolyapman. Uni nima qilaman? Nega? Shunday bo'lishi kerak edi. Meni terimga o'ranib, uyingga yetib ol. Leonardni hisobotini yetkazishing kerak. Ularga. Yo'q, iltimos. O'lma, o'tinaman. Ko'zingni och. O'lma. Dur. Bo'la qol. Lira. Luni. Lukio. Yo'q. Nahotki oq sher bolasimi? Bu yoqqa kel. Kichkintoy. Uni o'g'lisan, to'g'rimi? Otang juda jasur sher edi. Senga u haqida gapirib beraman. Eng jasur sher, haqiqiy changalzor qiroli haqidagi voqeani gapirib beraman. Dadajon,